Shunaqa holat bo'ladiki, har bir burchak yoki devorni chizib olish shart bo'ladi. Chunki har bir devorda aytaylik ko'z bo'lishi mumkin yoki qandaydir bir kolonnalar egib bo'lishi mumkin. Nimadir buni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Shu vaqtda devor chizib olinadi. Shu devor bo'yicha mebellar korpuslari yig'iladi yoki joylashtiriladi. Shu vaqtda mana ko'rib turibsiz, bizda sahnada ishlashda devorlar xalaqit beradi. Bu devorlarni shaffof qilib olish uslubi bor. Ya'ni ichkaridan qaraganingizda devor ko'rinadi, tashqaridan qaraganingizda xonani ichi ko'rinadi. Buni qanday amalga oshiriladi? Xo'p, buning uchun o'zingizga material tayyorlab olasiz. Aytaylik, xo'sh, X-wall deb material tayyorlab olganman. Siz buni qandaligini 1 mm berasiz, dilina, shirina bermaysiz. Parametr teksturadan prozrachностьni boriga qo'yib olasiz. Bu shaffoflikni ta'minlab beradi. Xo'p, demak, siz devor ko'tarib oldingiz. Ko'targaningizda mana облицовка plastik bor, Shift X ga qo'yib olganman. Demak, Shift X prozrachniy. Xo'p, devorni tanlayman, buni tanlayman. Buni ham tanlab qo'yaman. Buni. Buni ham tanlab oldik. Buni o'chirib qo'yamiz. Mana shu holatda tashqidan qaraganingizda ichki fazo ko'rinib turadi. Ichkaridagi devorlar o'zini holaticha sizga ko'rinib turadi. Hech qanaqa bir o'zgarish yoki xatolik bo'lib qolmasligi uchun.